Assalomu alaykum, olisdagi yaqinlarim, qadrbaland qadrdonlarim. Sog'misiz, salomatmisiz? Biling, g'animatmiz bir-birimizga. Dunyoda mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan to'xtamang zinhor. Bizni bog'lab tursin mehr va didor deb tilagan holda bizlarga yetib kelgan navbatdagi samimiy tabriklarni o'z egalari tomon yetkazamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Gulshana ona, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Boringizga shukr onajon. Bugungi shukronalik kunlaringiz, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Voy rahmat, o'zingizlarga ham barchamizga barobar bo'lsin. Rahmat, shu qatordan Qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lib, Alloh umringizni uzoq qilsin, yana yil shu kunlarga eson-omonlikda yetib kelishlik nasib etsin onajon. Rahmat. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan, yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilib turibmiz onajon. Ruxsat etsangiz, albatta birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Allohning sevimli bandasi bo'ling, baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz, 53 yosh bahorlaringiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat, Allohga shukr, rahmat. Onajon, bizning loyihamizga siz uchun juda ham chiroyli samimiy tabrik maktublari yetib kelgan. Taxminingiz bormi? Qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishi mumkin yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Yaqin insonlarim juda ko'p edi. Ko'plar tashlab ketishdi. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Hayot shunaqa ekan, beshafqat ekan. Endi yaqin insonlarim yonimdagilar, farzandlarim, jigarlarimdir-da. Xo'p, bo'ladi. Aynan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Aytganingiz kelsa, aynan kimdan ko'proq kutgan bo'lardingiz onajon? Kimdan? Endi ko'proq musofir yurtida yuribdi o'g'lim Bahodirjondan-da. Xo'p, bo'ladi. Bahodirjondan deb o'ylayman. Xo'p, bo'ladi bo'lmasam. Onajonim, barcha yaqinlaringiz nomidan turmush o'rtog'ingiz G'anisher aka, qizingiz Gulzodaxon opa, o'g'lingiz Bekzodbek aka, o'g'lingiz Bahodirjon aka, keliningiz Mohliroy, nevaralaringiz Robiyaxon, Safiyaxon, Oyshaxon, Muhammad Amin, Muhammad Yusuf, Osiyoxonlar nomidan, barcha yaqinlaringiz nomidan sizni chin qalbi bilan kelin qizingiz Dilbaroy tabriklab qo'larkan onajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kelinim emas, qizim deganman. Qizimday xizmatimni qiladi, Alloh rozi bo'lsin. Menga nima xizmatlar qilayotgan bo'lsa, Allohim o'zini farzandlaridan qaytarsin. Ilohim, aytganingiz keladi. Shu Dilbaroy qizingizni sizga degan chiroyli maktublarini, qalbnoma tushirilgan maktublarni o'qib eshittirsak, qabul qilib olasizmi? Voy, mayli, javob. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasa marhamat. Assalomu alaykum aziz va muhtaram oyijonim. Sizni bugungi muborak tavallud kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz faqatgina oilamizning kattasi emas, balki mehr, muruvvat, aql va hayot tajribasining timsolisiz. Menga nafaqat yaxshi qaynona, balki eng mehribon onaday bo'lib doim qo'llab-quvvatlab kelmoqdasiz. Sizning duolaringiz, yaxshi gaplaringiz va iliq munosabatingiz menga kuch va ruhlantirish beradi. Yaratgan Robbim sizni doimo sog'-salomat, xotirjam va xursand qilsin. Umringiz uzoq va bardavom bo'lsin. Bizga doimo bosh bo'lib, duoda bo'lib yuravering oyijon. Baxtimizga sog' bo'ling. Bilib-bilmasdan dilingizni og'ritgan bo'lsam, ranjitgan bo'lsam, shu qatordan sizdan uzrimni so'rab qolaman. Qurbon hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Yana yil shu kunlarda hojota bo'lib, baxtimizga sog', salomat bo'lib, dadajonimlar yuzli yoshlarda ham bizni rohatimizni ko'rib yuring. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Kelin emas, doim qizim deysiz. O'zingiz qolib mening g'amimni yeysiz. Shunday yorni tug'ib bergansiz menga. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Oyijon, men sizga qanday kelin bo'la oldim? Xizmatingiz to'liq ado eta olmadim. Goh ranjidim to'g'ri so'zingizdan, gohida to'g'ri qadringizga yeta olmadim. Qaynonalik qilmadingiz ayrimlar kabi. Mendan ko'p narsani qilmadingiz talab. Bir shirin so'zimga jonini bergan aytsam kam rahmatim ming martalab. Men sizdan o'rgandim juda ko'p narsa. Hayot darslarida ustozim bo'ldingiz. To'g'rilab xatoyi kamchiliklarim meni hamisha e'zoz qildingiz. Talashib qolsa gar o'g'lingiz bilan bo'ldingiz hamisha siz mening tomon. Sizdayin qaynona bormikan yana? Ayb menda bo'lsa ham demadingiz yomon. Bir piyola choy bersam ming mehr bergan, nabirasini farzandidan ko'p suygan o'ziz. O'zidan ko'proq bizni o'ylagan, dard cheksak bizdan ham ko'p qo'ygan o'ziz.
5 vaqt namozin kanda qilmagan shomu sahar biz uchun bo'lgan duoda men ham duo qildim sizdek qaynona ko'paysin ilohim butun dunyoda. Oyijon umringiz bo'lsin ko'p uzoq, qadringiz tilda emas dilda bilgayman, qizim deya qabul qilgansiz uyingizga, men ham qaynona emas oyijon ona degayman, baxtimizga hamisha sog' bo'ling oyijon. Hurmat va ehtiromlar qizingiz Dilbaroy deb maktublarni yakunlagan ekan onajon. Voy rahmat, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmasin. Ikki dunyo saodatiga Allohim erishtirsin. Hammamizni ham, sizni ham, bizni ham. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsa rahmat. Va albatta Dilbaroyimiz nafaqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmasdan chiroyli taronani ham maxsus siz uchun taqdim etgan. Marhamat, qabul qilib olasiz. Mayli, mayli. Davradan katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Onajon yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Meni ham bitta she'rim bor edi, aytib bersam fursatdan foydalanib bo'laveradimi? Albatta onajon, marhamat. Shu farzandlarimga atagan she'rim bor edi. Bir oy yozgan she'r, men hali shoir, tabiat insonman, rosa she'riyatni yaxshi ko'raman. O'ktam shoirning she'ri bor edi. Shuni hozir aytib bersam, barcha onalar nomidan. Xo'p, bo'ladi. Shodlik bergin Xudoyim, dilim g'amga to'ldirma. Bolalarim baxtiga Xudo meni o'ldirma. Tushirib qo'yma otdan, asra do'stdan, nomarddan, to'ydirmagin hayotdan. Xudo meni o'ldirma. Otam tuproqqa ketdi, onam g'am bilan o'tdi. Garchi navbatim yetdi, Xudo meni o'ldirma. Dil iymonga kelguncha, tavbam qabul bo'lguncha, bolam baxtin ko'rguncha, Xudo meni o'ldirma. Hammalarga rahmat. Sizga ham rahmat. Qandomingiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Shunday qilib hammaga xursandchilik kunlarda quvonch ulashib yurishni hech qachon tark etmang. Doim Alloh nasib qilsin, umringizni uzoq qilsin, rizqingizni ulug' qilsin. Ikki dunyo saodatiga, baxtiga Alloh muyassar qilsin. Bu qilayotgan ishlaringiz Allohim jannatga dohil qilsin, do'zax o'tiga parda qilsin. Ilohim. Rahmat, farzandlarimga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Hammaga shunaqa quvonch ulashib yurib, yuzga kirganimda ham tabriklab, Nishonapa deb tabriklab yuboring. Inshaalloh, inshaalloh. Aytganingiz kelsin. Kelinlarim ham hammasi tinch bo'lsin. Ilohim. Barcha nevaralarim, kelinlarim hammasidan roziman, farzandlarimdan. Ilohim. Ilohim yuzga kirsin. Ilohim aytganingiz kelsa rahmat onajon, Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'lasiz. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Xo'p, bo'ladi.